Dunyodagi 6-eng katta davlatlardan biri bo'lmish Avstraliya haqida bugun sizlar bilan suhbatlashamiz. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun men sizga nima sababdan Avstraliyani tanlashingiz haqidagi eng muhim 5 ta fakt haqida va Avstraliya haqidagi ma'lumotlarni sizlar bilan ulashaman. Avstraliya haqida eshitgan vaqtingizda ko'z oldingizga birinchi o'rinda qanday tushuncha keladi yoki nima ko'z oldingizga paydo bo'lishi mumkin? Ko'pchiliklarda kenguru va koala hayvonlari ko'z oldiga keladi va undan tashqari bilasiz, bumerang ham Avstraliyaning bir ramziy belgilaridan biri hisoblanadi. Hozirgi paytda Avstraliyada o'qimoqchi bo'lgan talabalar soni keskin oshib bormoqda va Avstraliya xalqaro talabalarga berayotgan imkoniyatlari va u yerdagi shart-sharoitlar ham xalqaro talabalarni o'ziga jalb qilib kelmoqda. Keling sizlar bilan hozir nima sababdan Avstraliyani o'qishingiz, ya'ni nima sababdan Avstraliyani tanlashingiz haqidagi 5 ta asosiy faktni sizga keltirib beraman. Birinchidan, ta'lim sifati. Hamma biladiki, Avstraliyaning ham ta'lim sifati juda ham zo'r hisoblanadi va dunyo miqyosidagi uning reytingi yuqori pog'onalarni doim egallab keladi. Va Avstraliyadagi juda ham ko'p universitetlar asosan top 300 talik, top 400 talik universitetlar hisoblanadi. Va u yerdagi top universitetlarga kirish esa unchalik qiyin emas va siz bemalol kirishingiz va sifatli ta'limni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisi esa Avstraliya hukumati tomonidan sizga beriladigan ishlash uchun ruxsatnoma. Siz o'qish vaqtida ishlashingiz, o'qishni bitirgandan keyin ishlab qolishingiz mumkin. Agarda sizni bakalavr bosqichidagi o'qishingiz davomi 4 yil bo'ladigan bo'lsa, 4 yilni bitirgandan keyin siz o'rtacha 2 yil qolib ishlashingiz va undan ham uzoqroq muddatga bu vaqtni cho'zishingiz ham mumkin bo'ladi. Va undan tashqari esa agar siz magistraturani kamida 2 yil davomida o'qib bitiradigan bo'lsangiz, albatta siz ishlab qolish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Bulardan tashqari esa o'qish davomida ham xalqaro talabalarga haftasiga kamida, ya'ni per fortnight deb ataladi, ya'ni 2 hafta uchun 48 soat ishlashga ruxsat beriladi. Bu degani siz 48 soatni xohlasangiz bir haftada ishlab tugatishingiz mumkin, xohlasangiz 2 hafta davomida ishlab tugatishingiz mumkin bo'ladi. O'qishdan tashqari, ya'ni kanikul vaqtlari esa bemalol full time ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bu ikkinchi Avstraliya beradigan imkoniyatlardan biri edi. Uchinchi fakt esa bu oilaviy o'qishga borish imkoniyati. Hozirgi paytda bu imkoniyatni Avstraliya hukumati xalqaro talabalarga berib kelmoqda. Ya'ni siz turmush o'rtog'ingiz bilan, farzandlaringiz bilan bir vaqtning o'zida o'qishga borishingiz va ular bilan birgalikda u yerda yashab, o'qib, ishlab, yashashni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Demak, siz oilali bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingiz bilan bemalol o'qishga borishingiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasam farzandlaringiz ham bo'lsa, farzandlaringiz bilan ham birgalikda o'qishga borishingiz mumkin. Agar farzandlaringiz maktab yoshida bo'lsa, albatta ular Avstraliyadagi davlat maktablarida ta'lim olishlari ham mumkin bo'ladi. To'rtinchi yana bir fakt esa siz o'qish vaqtida oila a'zolaringiz, ya'ni ota-onangiz, aka-uka, opa-singillaringizni ham chaqirsangiz, ya'ni mehmon vizasi orqali ularni chaqirib, Avstraliya bo'ylab aylantirishingiz, sayohat qilishingiz mumkin bo'ladi. Siz o'qish vaqtida ota-onangiz sizni ko'rgani borishadi va undan tashqari ular ham siz bilan birgalikda mazza qilib Avstraliya bo'ylab sayohat qilishlari mumkin. 5-chi va ko'pchilikni qiziqtirgan faktlardan biri bu o'qishni bitirgandan keyin u yerda qolib ishlab PR olish imkoniyatlarini ham Avstraliya hukumati xalqaro talabalarga berib kelmoqda. Siz o'qishni bitirgandan keyin ma'lum bir muddat ishlab qo'shimcha tajribalar orttirgan holatda ma'lum bir muddatdan keyin siz PR olish uchun o'z hujjatlaringizni topshirib, permanent residence ni ham qo'lga kiritishingiz mumkin. Aynan bu imkoniyatni hozirgi kunda berib kelayotgan davlatlardan biri bu albatta Avstraliya hisoblanadi. Avstraliya haqidagi ma'lumotlar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, hoziroq bitta like bosing, YouTube kanalimizga obuna bo'ling va keyingi videolarni o'tkazib yubormang. Sababi keyingi videoda men sizga qanday qilib universitet tanlash va universitetga hujjatlar topshirish masalasini sizga tushuntirib beraman.